Barchaga assalomu alaykum. Bugun zo'r teleboshlovchi va jurnalist Aziza Nazimxonova bilan suhbatlashaman. Assalomu alaykum Aziza opa. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Rahmat. Kattakon. Endi boshlaymiz. Marhamat. Nega ayrim taomlar afsonaga aylanadi, boshqalari esa unutiladi? Bilasizmi, mening fikrimcha, taomlarning afsonaga aylanishi bu sizni xotiralaringiz bilan bog'liq bo'lsa kerak. Yana bilmadim, his-tuyg'ular bilan. Shunchaki qorin to'yishi uchun yeyilgan ovqat qorin ochganda esdan chiqadi. Sizni xotiralaringiz bilan bog'liq bo'lgan taomlar afsonaga aylanadi. Mana oshxo'rali to'ylarni assotsiatsiyasini ko'rishimiz mumkin. Yoki bo'lmasam, hammaga o'zini onasini taomlari afsonaviy qaysi taom bo'lishidan qat'iy nazar. Shuning uchun xotira bilan bog'liq deb o'ylayman. Qorin bilan emas. Shuning uchun afsonaga aylanishi mumkin va o'ziga xosligi bilan, boshqa yerda, boshqa hududda tayyorlana olmasligi bilan o'ziga xosliklari bor. Shuning uchun afsona bo'ladi. Hamma tayyorlab ketadigan ovqatlar oddiy, an'anaviy ovqat turiga kirib qoladi-da. Shuning uchun qandaydir bir o'zini izimikasi bo'lishi kerak afsona bo'lishi uchun. Dunyo bo'yicha eng sevimli oshxonangiz qaysi? Dunyo bo'yicha eng sevimli oshxonam qaysi birini aytsam ekan? Juda ham ko'p oshxonalar. Masalan, turk oshxonasi, Italiya oshxonasi. Italiya oshxonasi endi oddiy mahsulotlar bilan ular san'at asarini yarata olishadi. Turk oshxonasi endi ko'proq go'shtli mahsulotlarga, shirinliklarga ham oshpazlari usta. O'zbek oshxonasi mehmondo'stlik, bag'rikenglikni biz ko'ramiz. Endi fransuz oshxonasida ko'proq biz restoranlardagi shu luxury servislarni, o'ta madaniyatni ko'rishimiz mumkin. Yaponiyanikida noziklikni ko'rishimiz mumkin. Men uchun dunyodagi eng zo'r oshxona bu onam oshxonalari. Yuqorida aytib o'tganimdek, meni bolalik xotiralarim, meni his-tuyg'ularim, u qaysi dunyoni taomi bo'lishidan qat'iy nazar, men uchun eng afsonaviy, eng zo'r oshxona dunyodagi bu onajonimni oshxonalari. Eshitdinglar. Siz sahnaga to'q qorin bilan chiqishni yoqtirasizmi yoki och qoringa? O'rta. Och qorin bo'lsa, ozgina holsizlik seziladi. Juda ham qorningiz och bo'lsa, to'q qorin bo'lsa, gapirish sal qiyinroq bo'ladi. Shuning uchun o'rta qorin bo'lgan yaxshiroq, to'g'riroq ham shu. Qaysi chet el yulduzi bilan kechki ovqatga borardingiz? Qaysi chet el yulduzi bilan? Faqat chet ellik bo'lishi kerak. Mayli, men kasbimdan kelib chiqqan holatda aytaman. Agar shunday imkoniyat bo'lganda, taniqli amerikalik telejurnalist, teleboshlovchi, kuchli orator, notiq Oprah Winfrey bilan kechki ovqatni qilgan bo'lardim va ularning samimiyligi, har bir auditoriyalaridagi har bir muxlisga bo'lgan alohida individual yondashuvlarini o'rgangan bo'lardim. Yoki bo'lmasa, Celine Dion bilan kechki ovqatga borgan bo'lardim. Legenda, chunki ularni kadr ortidagi kuchli irodani ko'rishni xohlardim va o'rganishni xohlardim. Yo'q, ular bilan bormagan bo'lardim. Bilasizmi, Monika Bellucci bilan borgan bo'lardim. Noziklik, ayollik jozibasi ularda juda ham yuqori darajada o'rganish mumkin. Keyin yana bizni sohamizdan kelib chiqadigan bo'lsak, Michelle Obama bilan ham kechki ovqatga borgan bo'lardim. Aynan kuchli ayol xarakteri, umuman notiq ayollardagi kuchli pozitsiyalar haqida suhbatlashgan bo'lardim. Umuman kechki ovqatga siz u yoki bu shaxs bilan borar ekansiz, u yerda taom muhim emas. Bu yerda sizni suhbatdoshingiz va siz qaysi mavzuda suhbat qilasiz va shu kechki ovqatdan qanday o'zingizga taassurotlar olasiz. Agar shunday imkoniyat bo'lsa, David Beckham bilan ham borgan bo'lardim. Nima uchun? Chunki mashhurlik bilan samimiylik va oddiylikni bir maromda olib boradi. Yo'q. Shu tomonlarni, shu jihatlarga qanday erishganliklarini bilgim kelardi, o'rgangim kelardi. Va bolalik yo'llarimni bilasizmi, ularning rafiqalari Victoria Beckham menga juda ham yoqqan Spice Girls guruhi bo'lardi, bilasizmi? Maktabda bayramlar tayyorlaganimizda, chiqishlar qilganimizda har doim Spice Girls guruhining qo'shiqlarini ijro etsak yoki bo'lmasa sahna ko'rinishlar qilsak, har doim Victoria Beckhamni tanlab olganman o'zim. Endi oxirgi qo'ng'iroq arafasida bo'lgani uchun esladim. Shu hop, kim ekan? Oprah Winfrey, Celine Dion, Monika Bellucci, Michelle Obama va David Beckham bilan kechki ovqatga borgan bo'lardim, ammo buni ilojisi yo'q, bilaman. Agar o'zbek taomlari qo'shiq bo'lganida, qaysi qo'shiq bo'lardi deb o'ylaysiz? O'zbek taomlari qo'shiq bo'lganida, qaysi qo'shiq? O'zi to'g'risini aytsam, taomlarni qo'shiqqa o'xshatmagan bo'lardim-u. Endi bu
ne'matda bizga yaratgan tomonidan berilgan ne'mat, shu rizq, nasiba. Shuning uchun mayli endi sizni sahifangizdan kelib chiqib o'zbek milliy taomlari. Keling, o'zbek dasturxoni deb olamiz. O'zbek dasturxonini men orkestrga o'xshatgan bo'lardim. Chunki har bir taomni o'zini ifori bor, har bir taomni o'zini mazasi bor, o'zini ovozi bor-da. Shuning uchun bir so'z bilan aytganda milliy simfonik shunday yo'nalish bergan bo'lardim. Vazifadan zo'r javob berdingiz. O'zi o'xshatish kerak emas aslida. Endi siz yo'nalishingizdan kelib chiqqan holatda, chunki mana osh deganda biz palov, bayram, to'y, xursandchilik, Bazmu Jamshid ko'zimiz oldiga keladi. Endi sho'x, yorqin xotiralar. Mana lag'mon olaylik. Lag'mon endi Uyg'ur milliy taomiga ko'proq yaqin, lekin o'zbekcha lag'mon ham bor. Biz yaxshi ko'ramiz. Tor, dutor, tor nolalarga olishimiz mumkin. Yana nima taomlar bor? Somsa, milliy somsalarimiz hazilkashlikka bog'lashingiz mumkin. Qozon kabobi shijoat, g'ayrat, shu energiyaga boy qo'shiqlarga berishimiz mumkin-da. Shuning uchun bir so'z bilan aytganda, katta milliy simfonik orkestrga o'xshatgan bo'lardim o'zbek dasturxonini. Nodir. Vazifa juda ham zo'r javob berdingiz. Chuqur o'ylab olardim. Rahmat, sevinch, ijodingizda omad yor bo'lsin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.